Nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda kamyob bo'lgan nemis qora bayri. Qora bayrligini logotipidan bilsanglar bo'ladi. Germaniya yo'llari tekis bo'lsa ham, bizning yo'llarga moslashgan pnevmasi bor. Buni quloqlariga ziray taqilmaydi. Chap tomoniga tok, o'ng tomoniga benzin quysanglar bo'ldi. Bekorga tok demadim. Sizlarga ko'rsatgan modelim 3,5 litrli V6 turbo gibrid motorda. Sizlarga aytsam ishonmaysizlar. 100 kilometrga bor yo'g'i 60 ming plyus benzinga ketadi. Noto'g'ri eshitmadingiz. Gibrid holatda avtomobil bor yo'g'i 100 kilometrga 4 litr benzin rasxod qiladi. Bu avtomobil nafaqat adrenalin, balki energiya ham beradi. Buni dumaloq ko'zlariga linza taqmasa ham matchning optikasi o'ziga rom qilib qo'yadi. Hamma toychoni o'ng qo'li bilan uyg'otsa, buni chap qo'l bilan uyg'otish kerak. Ana endi ovozini eshitib turamiz. O, ovozlaringdan agar bunaqa ovozdan quloqinglar og'rib qoladigan bo'lsa, Bose akustikasi quloqinglarni massaj qilib qo'yadi. Bu toychoni 4 xil xarakteri bor. Sport rejimida 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 4 sekund. Ekran ustiga 2 marta bosib olasiz. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga 4 raqamini yozib qoldiring.